Assalomu alaykum, do'konimiz xaridorlari. Damas avtomobillar uchun yangi chexollarimizdan keldi. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'yishingni so'raymiz. Xo'p, mana chexolimizni avzorini bilan tanishtirib chiqamiz ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, mana birinchi varianti. Polni hamma qora hebe metralli bo'ladi. O'tlargacha ham, yo'llargacha ham hebe, o'tlar arg'amchilar, beldan arg'amchilar bor, yonida qanot, kantli. Choklari ham akkuratniy chiqqan. Bu birinchi varianti. Kaysalar ham o'ta zo'r. Mana ikkinchi varianti. Hop, biz buni rangini tosh rang deymiz. O'zini no'g'ularsizlar. Tevalar arg'amchilik, malalar logotiplar bor. O'tlar haybe. Yo'llari ham uzun rangda pasvet. Oxirigacha orqalari ko'jali bo'ladi, yo'llari ham bir xil mana shunaqa metralda bo'ladi. Monimiz ham xuddi shunaqa sintetik metral aralashmagan oxirigacha. Ko'p chexollarda oldin o'zini haybe qilib, orqalari sintetik qo'yarlardi. Monimiz yana bugun yangilik chiqdi. Hop, yo'llarga qora haybe aralashtirilgan, o'tlari seriya haybe, arg'amchilari bor, yo'llar dekantlari, orqalari germantin. Sifati ham o'sha turishi ham o'ta akkuratniy chiroq turadi. Sifati ham yaxshi. Kimga shunaqa chexol, poli, aksessuarlar kerak bo'lsa, bemalol Nerafta aksessuarga murojaat qilaversizlar. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajon bozori, Ayli 9-do'kon. Bundan boshqa ranglarning ham, pasvetkalar har xillari bor. Murojaat qilaversizlar.